Assalomu alaykum, qadrlilarim, kuzatuvchilarim. Omonmisiz? Salomatlik borasida yana sizlar bilan diydor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Sizlarga yana bir yaxshi ma'lumotni yetkazmoqchiman. Qalqonsimon bezni uy sharoitida ham aniqlasa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Albatta, uy sharoitida bemalol qalqonsimon bezingizni qanaqa ishlayotganini albatta bilsangiz bo'ladi. Buning uchun siz qimmat apparatlarga, qimmat o'zilarga tushmasdan bemalol uy sharoitida qalqonsimon bezingizni qanaqa kasallik bor, gipotirozmi, gipertirozmi sizda aniqlashimiz mumkin. Uning uchun bizga bitta termometr kerak bo'ladi. Isitma o'lchagich, ya'ni uni 35 ga tushiramizda oqshom yostig'imizni tagiga qo'yib uxlaymiz. Va ertalab turganimizdan hech joyimiz qimirlash kerak emas. Boshimiz ham, oyoqlarimiz ham qimirlash kerak emas. Astagina qo'limiz bilan yostiqning tagidagi termometrni olamizda og'zimizga 5 minut solib turamiz va undan keyin mana shu ko'ramiz termometrni. Qani bizda termometr nechani ko'rsatdi? 36.6, 36.7, 36.8 bu norma. Tanamizdagi gormon mana shu qalqonsimon bezni normada ishlayotgani. Agar 36.8 dan yuqori, ya'ni 36.9 bo'lsa, sizda gipertiroz kasalligi, ya'ni qalqonsimon bez juda zo'riqib ishlayapti tanada. Agar sizda 36.5, 36.4, 36.3 bo'ladigan bo'lsa, bu qalqonsimon bezni asta ishlayotgani, ya'ni gipotiroz kasalligi sizda bor degani. Mana shu holatni uy sharoitida biz bemalol bilishimiz mumkin. Qalqonsimon bezingizda qanaqa ishlayotganini bemalol mana shu test orqali biz bilishimiz mumkin. Buni biz bazalniy temperatura deb ataymiz. Bazalniy temperatura bilan biz qimmat gormonlarga topshirmasdan, qimmat o'zlarga tushmasdan bemalol uy sharoitida aniqlashimiz mumkin. Sizni mana shu muammo bo'yicha, qalqonsimon bez bo'yicha, ya'ni buqoq, zob bo'yicha savollaringiz bo'lsa, bemalol menga berishlaringiz mumkin. Sizga bemalol o'z maslahatlarimni berishga tayyorman. Mana shunday uy sharoitida qalqonsimon bezni qanaqaligini, qanaqa ishlayotganini bemalol aniqlashingiz mumkin. Sizlar bilan yana salomatlik borasida uchrashguncha deb qolaman. Sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling. Sog'lig'imiz bizni juda ham kerakli bo'lgan boyligimiz hisoblanadi. Shuning uchun o'z sog'lig'ingizga juda ham e'tiborli bo'ling. Qalqonsimon bez haqida yana savollar bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin. Mening shapka profilim tagida o'z nomerlarim bor. O'sha nomerlarga yozsangiz, bemalol sizga bepul konsultatsiyalarimni berishga tayyorman hamma kasalliklar bo'yicha. Sizlar bilan yana uchrashguncha xayr deb qolaman. Salomat bo'ling azizlarim. O'zingizni ehtiyot qiling. Sog'lig'ingizga e'tibor bering.